Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib olib qo'yiladigan joyimiz shaharning markazida bo'ladi, Kok. 6-mikrorayonda 4 etajli domimizni 3-etajında ajoyib bir xonali 36 kvadrat barcha jihozlari bilan sotib olib qo'yilayotir. Remontdan chiqib turibdi. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, bon tarafimiz gidrokollejdan kelaverish Gullanskidan. Bonimizda markaziy urologiya bo'ladi. Bu yer 6-mikrorayon. Magnit supermarketning arkasında bo'ladi. Banımız 100 metreden keyin park bo'ladi. Hamma joya yaqin mestada joylashgan. Berimiz yine Ogul arxiv. Esa gittik, nishon taraf bilan do'st chiqsa. 3-qavatimizga yetib keldik. Shu doğrunuzdagi xonadon bo'ladi. Eshiklarimiz ajoyib damir eshiklardan qo'yilgan girish. Girganingizda bu yerda shuningdek prixoshkasi bor. Bemalol kiyim qo'ymoqqa, narsa qo'ymoqqa top-toza turibdi. Girganingizda uyimiz ponni remontdan chiqib turibdi. Aboy hamma joy. Eshiklarimiz ham yaxshisidan qo'yilgan ishon tarafga. Bir yondan boshlaydi olsak, bu yerimizda shuningdek ulu zalimiz tushgan. 5,5 salkam 3 bo'lishi kerak razmeri. Aboylardan chiqib turibdi. Shuningdek ajoyib. Patologlarimiz ham beyik, pasmas. Natijanoy bo'lib turibdi. Shuningdek ajoyib lyustralardan taqilgan. Bu yerda shuning shkafi bo'ladi ekan. Konditsionerlarimiz ham bor, kotel bo'lgan bilan. Ajoyib pardalar asilgan. Registrlar o'tgan. Akfaynalar qo'yib turibdi toza. Shuning keng xonasi bo'ladi katta. Oyoq teglarimiz ham qalin, qimmat holidan döşak qo'yibdilar oq holida. Bu yerimizda sanuzel joylashgan bo'ladi. Akva eshik qo'yilgan. Bu yer ham shuningdek ajoyib bo'lib turibdi. Oyoq teglarimiz kafel. Tualet vannasi akkuratni turibdi, ko'p yashalma. Keyin aristollar ham bo'ladi. Umanliklar. Bu yerimiz ham keng tushgan. Bonimizda esa ashxonasi bo'ladi. Bon tarafimiz balkon olgan. Ashxonaga qo'shib qo'yibdilar. Shunga o'tiradigan joy etib qo'yibdilar. Bu yerdan ham registrlar. Kichkina ashxona mebellari oladi. Ajoyib. Televizorlar ham qo'yilgan toza. Bu yer ham aboydan chiqib turibdi. Avalon firmasidan ko'rishingiz mumkin. Kirmashillar ham bo'ladi. Bu yerda moykalari. Shuningdek sensorli gaz plitasi bo'ladi. Bu yerda uголок. Ajoyib toza. Aynalar akfayna. Kotel ham bo'ladi o'ziniki. Zo'r ishlab turibdi. Bir 10-20 minutda xumuz bo'ladi uy. Bu yerda yashayman desangiz ham, kvartira qo'yaman desangiz ham ajoyib mesda. Kvartira ham $200 turadilar bu yerda. Samsungdan shuningdek ajoyib katta xolodilnik ham bo'ladi ekan. Uyimiz kvadratına keladi olsak 36 kvadrat metr. O'zi обычный 30 bo'ladi bular, bu yer kattaroq. Mesda sandim ajoyib, patologlar ham beyik. Remontdan ponni chiqib turibdi. Narxına keladi olsak 290 milyon so'm. Ustida ozgina kelishib beriladi. Esa sog' olun, salomat olun. Videoda telefon nomeri qoldiramiz.